Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, qadrli yurtdoshlar. Sizlar bilan diydor g'animat, diydor ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Mana oradan qancha vaqt o'tsa hamki biz yana siz bilan diydor ko'rishib turibmiz. Buning o'zi biz uchun katta baxt, Allohning ne'mati. Diydor ko'rishmoqlik baxtiga muyassar bo'lishdek bir ajoyib kunlarga yetganimizdan boshim meni osmonga yetdi. Hurmatli aziz qadrdon yurtdoshlarim, mening obunachilarim. Endi orada shuncha vaqt o'tib men nima uchun video qilmaganimda sababini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Endi ehtimol shunaqa savol bordir kimlardadir. Nima uchun mana shu ukamiz chiqmay ketdi? Nima uchun bu kishiga nima bo'ldi degan qiziqish bordir ehtimol. Bo'lsa men agar mana shunday savolga, shunday sizda qalbingizda shunday savol borligidan men xursandman agar bo'lsa. Lekin endi aytib o'tayin, YouTube'da chiqishdan maqsad birinchi o'rinda adolatsizlik, insonni qalbidagi nima deydi, norozichilik, mana bu atrofda bo'layotgan voqea hodisalarga nisbatan qandaydir munosabatni bildirish. Mana shu narsalardan kelib chiqqan holda bundan tashqari xalqimizda shunday bir gap bor. Avval iqtisod, keyin siyosat deydi. Iqtisodsiz siyosatni amalga oshirib bo'lmaydi, chunki bo'sh qop tik turmaydi. Mana shu maqsadda men YouTube'da mana ko'plar aytgani uchun YouTube'da pul ishlash mumkin, YouTube'da yaxshi pul to'laydi degan gaplarni eshitib, men shu bilan birga mana qishlog'imizdagi muammolarni ham ko'tarib chiqaman degan niyatda YouTube kanalini 2022-23 yillar ochganman va YouTube'da o'z faoliyatimni boshlaganman. Bunda video montaj qilishlarni, har xil effektlarni, mana shularni o'zim o'rganishimga to'g'ri kelgan. Menga kimdir o'rgatmagan. O'rgat deb murojaat qilganimda mendan pul talab qilishgan hattoki. Biz sizga kanal ochib berishimiz uchun siz bizga pul to'lashingiz kerak. Mening maqsadim pul ishlash. Mening maqsadim kimlarnidir og'irini yengil qilish. Shu bilan birga mana shu YouTube'dan birovdan men pul olish niyatida bu ishni qilmaganman. Men pul olmayman ham. Men faqat xolis Alloh uchun. Mana shu nima yaxshilik, nima xizmat qilgan bo'lsam, mayli xalqqa xolis Alloh uchun qilganman. Bundan keyin ham nasib qilsa mana shunday davom etaman. Lekin to'g'risini aytaman, yana ham bir yaxshiroq kasbni o'rganish uchun endi YouTube'da monetizatsiya yo'q ekan. O'zbekistonga monetizatsiyani yoqmagani uchun ham O'zbekistonga AQSh pul to'lamas ekan. Birinchi sabab mana shu bo'ldi. Ikkinchi sabab esa mana bu ijtimoiy tarmoqda, keyin televideniyamizda, ayniqsa mahalla telekanalining Minbar degan ko'rsatuvida frilanserlik to'g'risida, grafik dizayn to'g'risida gapirdi. Kompyuter bilimlarini o'rganish, kompyuter kelajakning bir eng kuchli kasblardan biriga aylanib borayotganligi haqida gapirdi. Men o'shandan motivatsiya olib, endi shu kompyuterda dasturchilikni o'rganishga qaror qildim. Keyin ozmoq chiqoladim, ko'rdim, o'qidim, o'rgandim, lekin qarasam bunga meni keyingi hayotim, umrim yetmas ekan. Chunki u uchun qaytadan dunyoga kelishim kerak ekan. Sabab unda ikkita alifbosi bor ekan. Java va Python degan alifbolari bor ekan. Endi tushuncham bo'yicha ularni o'rganish uchun meni vaqtim yo'q. Meni nima desam ekan, bu narsa men uchun juda qiyin tuyuldi. Shundan keyin yana bir kasb bor ekan, bu web dizayner, ya'ni grafik dizayn sohasi bor ekan. Men o'sha sohaga qiziqdim, o'rganishga harakat qildim. Qanaqa redaktorlarni yuklash kerak, bular haqida tushuncham bo'lmagani uchun men mana shu murojaat qildim portalga. Portaldan mana Samarqand viloyat raqamli texnologiyalar boshqarmasidan xodimlar kelib meni kompyuterimga, ya'ni notebookimga qanaqadir bir redaktorni, programmani o'rnatishdi, lekin u 100% bo'lgani bilan, misol uchun 70%, 80% bloklangan pullik programma ekan. Men bu narsaga o'rgana olmadim. Keyin tashab qo'ydim buni. Undan keyin esa oradan yana 2 yil o'tdi, YouTube'da videolarimni davom ettirdim. Baribir yana iloji qolmadi, baribir iqtisod kuchlilik qildi. O'sha narsani yana majbur bo'ldim shu narsaga murojaat qilishga va o'zim mana ChatGPT degan sun'iy intellekt yaratildi. Amerikalik bir inson, bir nima deydi, Elon Musk deydimi, o'sha insonni sharofati bilan, o'sha insonni karomati bilan mana shu sun'iy intellekt yaratildi. Hali ham men rus tilini yaxshi bilganim uchun men sun'iy intellekt bilan bamaslahatlashgan holda o'zimning oddiy notebookimga mos keladigan, xos keladigan
programmani surishtirib topdim va o'sha programmani kompyuterimga o'rnatib dizayn qilishni o'rgana boshladim. Mana shu 2000 shu mana shu yilning yanvar oyida boshlarida boshladim. Mana 9 oy bo'lyapti, 8-9 oy bo'lyapti, avgust kelyapti. Men o'zi ko'p narsani o'rgandim. Bu kun men sizlarga o'shalardan bir video rolik tayyorlab, o'shimda ishlarimdan qo'yib beraman, Xudo nasib qilsa. Lekin men uni o'rganib bo'lganimdan keyin eng qizig'i shunda bo'ldiki, mana bu sohaga qadam qo'yganimdan keyin men ish topa olmayapman. Nima uchun ish topa olmayapman? Chunki ish beradigan xodimlar bari xususiy tadbirkorlar ekan. Endi prezident, endi baribir siyosatga aralashmasak bo'lmaydi. Siyosatsiz yashashni o'zi noto'g'ri. Chunki inson yashayaptimi? Albatta davlat tashkilotlariga, xususiy tashkilotlarga albatta murojaat qiladi. Busiz hayotning iloji yo'q. Endi prezidentimiz aytayapti, birinchi, ikkinchi guruh nogironlarini har bir tashkilotdan 3% bo'sh ish o'rinlarini ochib qo'yinglar. Men o'sha korxonalardan solig'idan ozod qilaman degan gaplarni yillar davomida aytib kelyapti. To'g'risini aytaman, yolg'on gapirish to'g'ri kelmaydi, yashirishni ham hojati yo'q. Men to'g'risi birinchi guruh nogironiman. Mana 20 yildan beri mana shu sog'ligimni yo'qotganim uchun bir mehnat qilish imkoniyatimdan to'liq bo'lmasa ham katta qisman ayrilganman. Shuning uchun qo'limdan kelgani mana shu kompyuterda ishlash, o'sha onlayn ishlarni bajarish, mana shunaqa ishlar men uchun juda qulay bo'lgani uchun o'sha ishlarni o'rganishga to'g'ri keldi. Lekin bitta lekin degan joyga yetib kelyapmiz mana. Prezident Shavkat Mirziyoyev aytayapti. Birinchi, ikkinchi guruh nogironlariga har bir tashkilot 3% bo'sh ish o'rinlari ochib qo'yilsin deb javrayapti. Endi men ish topish uchun men ularga murojaat qilyapman, ular ish bermayapti. Sabab ularning o'zlarining pechat ustanovkalari, printerlari, har xil dastgohlari bor. Ular bularni yo pulga sotib olgan, yo xomiy kimdir ta'minlagan va o'sha xomiy uchun yo o'zi uchun bular ishlayapti. Ularga to'g'risini aytaman, qo'pol bo'lsa ham kundosh kerak emas. Rizqini yarimta qilgisi kelmaydi. Men buni hozir isbotlab beraman. Men portalga yana murojaat qilyapman. Prezident administratsiyasiga, iltimos menga mana shunday, men 10 oydan beri 50 yoshimda men shu narsani o'rgandim. Konspekt qildim, kuniga 6 soat, 8 soatlab ishladim. Men shu narsalarni o'rgandim. Mana endi menga ish kerak. Men 1-2 so'm pul topay, ro'zg'orimga qo'shimcha daromad qilay deb murojaat qilyapman. Portaldan odamlar kelyapti. O'sha Ishtixon tuman, Samarqand viloyatining Ishtixon tumani IT shaharchasining boshlig'iga murojaat qilyapti, bu kishiga ish ber deyapti. Bu kishi keyin bizga ish beraman deb qo'limga tushuntirish xatini yozib olyapti, rasmga tushiryapti, ketyapti. Lekin ishdan darak yo'q. O'zimizga ish topilmaydi. Siz qila olmaysiz. Har xil bahona sabablarni ko'rsatib ish berishni istamayapti. Yana murojaat qilyapman prezident administratsiyasiga. Ikkinchi murojaatimdan keyin Samarqand viloyatidan vakil kelyapti dagin, uni oldida bu Ishtixon tumani o'sha IT shaharchasining boshlig'i, o'sha IT shaharchasining xodimlari katta va'dalarni beryapti dagin, men o'zim boshida turib qilib beraman bu kishiga, har kuni bittadan ish beraman deyapti-yu, tushuntirish xatini meni ishontirib, yana yozib olib rasmga tushib ketyapti. Lekin mana oradan 1 oy o'tyaptiki, menga ishdan darak yo'q. Men har kuni ishlayman, har kuni ertalab choyimni ichib bo'lganimdan keyin soat 9 dan 12 gacha ishlayman. 12 dan keyin yana 1 soat dam olamanda kechqurun 6 gacha ishlayman. O'z ustimda ishlayapman, o'rganyapman, lekin men uchun ish berilmayapti. Nimaga? Endi savolning eng qiziq joyiga keldik mana. Mana prezident gapiryapti. Prezident 1000 marta kerak bo'lsa million marta gapiryapti. Prezident xususiy tadbirkorni yaratdi. Bozor iqtisodiyotini rivojlantiruvchi mana shu xususiy tadbirkorlar dedi. Xususiy tadbirkor degani bu o'zini xalqni, davlatni boqadigan shaxs dedi. Men o'shanda insonni, ikkita odamni ish bilan ta'minlagan insonni qo'limda ko'tarib yuraman dedi. Mana shundan keyin ular daxlsiz hududga kirdi. Ularga hech kim daxl qila olmay qoldi. Lekin davlat aralashuvini cheklagandan keyin o'sha iqtisod vaziri Jamshid Qo'chqorov degan odam adashmasam, o'sha xususiy tadbirkorlarni, xususiy sektorda nazorat qilishni
Jamshid Qo'chqorovga topshirildi. Endi xususiy tadbirkorlikning maqsadi nima? Iqtisodni rivojlantirish, xalqni ish bilan ta'minlash, davlatga o'sha har bitta olgan ishchi xodimi uchun soliq to'lash, byudjetni boyitish va o'zini boqish. Xo'sh, mana shu uch tamoyilga asoslangan xususiy tadbirkor bugun menga o'xshagan odam prezident aytyapti, birinchi, ikkinchi guruh nogironlariga ishchi o'rinlarini ochib qo'y deyapti. Men murojaat qilyapman. U kelyaptidagi mana Samarqand viloyati raqamli texnologiya boshqarmasining bolalari kelyaptidagi akaga ish ber deyapti. Keyin iltimos qilyapti. Menga ular ish bermayapti. İşimiz yo'q, o'zimiz qilamiz. Bularning o'zining odamlari bor, o'zlari qiladi. Mana Samarqand viloyati IT axborot texnologiya boshqarmasining boshlig'i Azim degan yigit 3 yildan beri men shunga murojaat qilib kelaman. Bular xususiy tadbirkor, biz bularga aralasha olmaymiz deyapti. Endi prezidentning gapi bu yerda nima bo'lyapti? Prezident o'zingni o'zing ish bilan ta'minla. O'zingni sharoitingni qil. Men seni qo'llayman deyapti. Men o'rganyapman, 10 oy vaqtimni ketkizib, endi murojaat qilyapman. Bular xususiy tadbirkor deyapti. Agar kimnidir esida bo'lsa, Amerikaning bir kinosi bor, Shamollarda uchgan hislarim degan. Unisionnoye vetram deyiladi ruschasiga. Endi prezidentning gapi ham xuddi mana shu kinoning nomiga o'xshab, Shamollarda uchgan so'zlarim bo'lib qolmayaptimi? Bu xususiy tadbirkorga daxl qilishga hech kimning haqqi yo'qmi? Xususiy tadbirkor degani bu xususiy tadbirkorlar emas, bular monopolist korxonaga aylanib qolmadimi? Monopolist endi o'zining bozorni o'zi boshqaradi, o'zi narx belgilaydi, o'zi klient tanlaydi, o'zi ishlaydi. Yoniga bir sherik olishni istamaydi. Onlayn ish berishni istamaydi. Masofaviy ish berishni istamaydi. O'zining shartlariga, o'zining xohishlagiga bo'ysundirgan holda mehnat qiladigan jamoani monopolistlar deyiladi. Monopoliya deyiladi. Mana prezidentimiz aytsin. Javob endi men so'rayapman-da, men prezidentga murojaat qilyapman. Men nima qilayin? 50 yoshimda qo'limdan boshqa ish kelmaydi. Men dizaynda o'rgandim shu sohani. 10 oy vaqtim ketdi, asablarim ketdi, 10 talab konspektlarni yozdim, lekin menga afsuski ish yo'q. Ish bor, tiqilib yotibdi. Lekin o'sha sizning erkatoylaringiz, xususiy tadbirkorlar menga ish berishni istamaydi. Nima uchun? Men ham shu O'zbekiston fuqarosiman. Menga maslahat beryapti. Freelancerlik sayti bor. Quark.ru saytlariga a'zo bo'ling deyapti. Ular boshqa davlatniki-ku. Men O'zbekistonda yashab turib, O'zbekiston fuqarosi bo'lib, O'zbekiston uchun mehnat qilib, O'zbekiston uchun prezident uchun ovoz berib, men endi chet davlatdan ish topamanmi? Qani bu yerda adolat? Qani bu yerda ma'no? Qani bu yerda mantiq? Xo'sh, endi to'g'risini aytaman, sizlardan iltimos, mana shu savol bugun har bitta odamning boshiga tushishi mumkin. Nima uchun? Chunki ish topishni o'zi qiyin. Mana bizning qishlog'imizdan yoshlar o'zini o'tga, cho'qqa uryapti, hammasini urinib ko'ryapti, ilojini topmaganidan o'sha xususiy tadbirkorlar bularga yetarli darajada oylikni bermaganidan va ish vaqtlari tartibsiz bo'lganidan, ya'ni kechasi soat 12-1-2 gacha, hattoki bir kunda 14 soatlab ishlatish jarayoniga o'tib olganidan ularning topgan puli urug'im bo'lmagani uchun o'sha urush ketib yotgan, o'sha bombalar portlab yotgan Rossiyaga ketyapti. 3 talab, 4 talab ketib qolyapti yoshlar. Sababi ish yo'q. Qishloqlarda ish yo'q, tumanlarda ish yo'q. Agar borib so'rasangiz $150 beraman deydi. Avval so'raydi. O'sha ishlayman degan yosh boladan so'raydi, yigitdan so'raydi, maktab bitirgan boladan o'qishga kirib, yiqilib, keyin hayotini davom ettirish kerak, o'shandan so'raydi. Oilang bormi, yo'qmi deydi. Oilam yo'q desam, $150 ish bor deydi. Boshlanishiga shunday deydi. Oilasi bo'lsa $200 deydi. Bo'ldi. Mana shu belgilab qo'ygan. Vaholanki $150 u yo'l pulini qoplamaydi, choy bilan yo'l pulini qoplamaydi. $150 bilan yashab bo'ladimi? $150 bilan biror narsa yig'ib bo'ladimi? Kassaga pul qo'yib bo'ladimi? Kelajak uchun bir poydevor qurib bo'ladimi? Hurmatli hamyurtlar, ushbu videoni ko'rayotganlar bo'lsa, iltimos,
Qo'ldan kelgancha bitta chiroyli kommentariy yozingizlar, shu o'z fikrlaringizni bildiringizlar. Kelajakda hali nasib qilsa, Xudo xolasa bundan-da kuchliroq mavzular haqida kerak bo'lsa yoritishga harakat qilaman. O'sha suyultirilgan gaz ballonlarini mana ko'plarni plasiga kuyib ketdi. Biz ancha qiynaldik mana shuni yo'lga solganimizcha 3 oy, 100 kun, undan oshiq vaqtlarda kelyapti. Bularning muammoning kelib chiqish sabablarini tahlil qilamiz, o'rganamiz. Kerak bo'lsa nima desak ekan? Siyosatdan uzoq bo'lib yashash gumrohlik. Bu oldi qochdi har xil bugungi yengil-yelpi mavzularga qiziqish insonni boshqa inson tomonidan boshqarilishiga, kerak bo'lsa o'zining shaxsiy fikri yo'qolishiga. Shaxsiy fikr bo'ladi, lekin u shaxsiy fikrdan na jamiyatga foydasiga tegadi, na o'ziga foydasi, na bola chaqasiga foydasi tegadi. Mana shunday insonlarga aylanib qolishdan Yaratganning o'zi saqlasin. E'tiborchi rahmat, salomat bo'ling.